harakati xavfsizligi har birimizning mas'uliyatimiz. Biroq mana shu oddiy haqiqatni ham anglab yetmagan ba'zi fuqarolar tomonidan qoidalarning buzilish holatlari qayd etilmoqda. Bu esa boshqa harakat ishtirokchilari hayotini ham xavf ostiga qo'yadi. Nukus shahrida avtomobilida turli xil keskin harakatlarni amalga oshirgan fuqaro qonun oldida javob berdi. Kubutlar sizlarga yarashmaydi-yu, aka. Bu tasvirlarni ko'rib, go'yoki avtomobil musiqa sadolari ostida raqs tushayotgandek taassurot uyg'onadi. Ammo bu hech qanday o'yin yoki tomosha emas. Birgina noto'g'ri harakat og'ir yo'l transport hodisasiga, hattoki insonlar hayotiga xavf tug'dirishi mumkin edi. Nukus shahri O'zbekiston Shoh ko'chasi bo'ylab yarim tunda sodir etilgan ushbu qo'pol qoidabuzarlik ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Avtomobilni boshqargan haydovchi esa yosh yigit ekani aniqlandi. Bu qilgan ismdan pushaymonman. Endigida bunday harakat qaytarilmayman. Bunday harakat qiluvdi boshqalarga da maslahat bermayman. Yo'l harakati qoidalariga bepisand munosabat, ayniqsa aholi yashash hududlarida drift qilishga va xavfli harakatlar nafaqat haydovchining, balki yo'ldagi boshqa fuqarolarning ham hayotini xavf ostiga qo'yadi. Qonunbuzarlik sodir etgan har bir haydovchi esa belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi. Sotsial tarmoqlarda Cobalt markali avtomashinasining avariyalik жағдай keltirib harakatlangani bo'yicha ko'p sonli kuzatuvchilarimizning norozilig'iga sabab bo'ldi. Avtotransport quroli hamda haydovchining aniqlik kiritilib, haydovchining qarshısına tez tartibda choralar ko'rilib, haydovchiga tushuntirma жұмыстары olib borildi. Yo'l tajriba maydoni emas, bir necha soniyalik ehtiyotsizlik umr bo'yi davom etadigan afsusga sabab bo'lishi mumkin. Har bir haydovchi yo'l harakati qoidalariga amal qilsa, o'zining ham, boshqalarning ham hayotini asragan bo'ladi. Aydin Alombergenova, Qoraqalpog'istondan.